Hammaga salom. Bugun Toka Life World'dagi uyimni obzor qilamiz. Ya'ni uyimni hamma jihatini ko'rsatishimni bir kishi xohladi. Aslida xohlamadi, hech kim xohlagani yo'q. Shunchaki o'zim ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib eshikning kirish qismidan boshlaymiz. Tashqarida xat qutisi bor, pochta qutisi, lekin hech kim xat jo'natmaydi. Bu yerda shirin bitta haykalcha bor. Qaysi hayvonligi esimda yo'q. Bu yerda zon tiktiradigan joy bor. Bu yerda kalitlar, sumka osiladi. Bu yerda hafta kunlarida qilishim kerak narsalar. Bu yerda esimdan chiqib qolmasligi uchun kartlarim turadigan, esimda yo'q o'sha narsa. Bu yerga kelganimizda bu yerda hali eshitmay qo'ymaganman. Bu lift. Uyimizni lifti. Keyin bu yerda o'tirish uchun naqa bor. Xullas o'tiradigan. Bu yerda nimadirlar bor. O'sha dekor. Televizor bor bu yerda. O'tirish uchun divan. Bu yerda ham shirin bitta o'yinchoq bor. Bu yostiq emas, o'yinchoq. Bu nimaga bu yerdaligini esimda yo'q mana. Qo'yganimni umuman eslamayapman. Bu yerda kir yuvish uchun kir yuvadigan tozalash naqalari bor. Kir qo'yish uchun savatlar. Bu yerga chiroyli rasm qo'yganman. Bu yerga o'tganimizda холодильник bor. Shunaqa. Bu yerdagi meva sabzalar. Bu yerda turmasdi aslida, boshqa joyda turardi. Холодильникка sig'magani uchun. Bu yerda shirinlik bor ekan. Tepada ham shirinlik ramyonlar bor. Bu yerda muzdak ichish uchun ichimlik, kofe, choynak, choy bor ichida. Bularni ichida hali unaqa ko'p narsa solmaganman. Bo'sh hammasi. Bu yerda chipslar bor. Bu yerga o'tganimizda bu yerda yozda ovqatlanish uchun narsa bor. Bu yerda shashlik pishirish uchun bir nima bor. Bu mani ukam, bu ukamni bolasi. Salom deylar. Salom. Xullas bu yerda. Salom. Ukam bolasi bu ukam. Bo'pti. Bu yerda butkida, bu yerda sakrash uchun narsa, bu yerda daraxt, gullar. Mana bir tane oldu. Salom sasli qo'yib. Jim tur, qoch. To'p bor ekan bu yerda. Ular o'ynayib turadi. Ketdik biz. Ikkinchi qavatga ketdik. Ikkinchi qavatga keldik. Ikkinchi qavat bu tarafga yurganimizda hammom bor. Bet qo'l yuvish uchun narsa, oynak. Bu yerda shampun, bir nimalar. Vanna. Shuni desa agar. Dush, ya'ni cho'milish uchun. Bu tarafga o'tganimizda men aslida buni o'yin xonasi, kompyuter xonasi qilmoqchi edim, lekin voz kechdim. Kitobxonasi qilishga qaror berdim. Kitob o'qish uchun. Menimcha juda estetik, chiroyli bo'ldi. Chunki kitob o'qishni yaxshi ko'rganim uchun. Shunaqa bayda kitob o'qiyman. Bu svet agar kechqurun o'qigim kelib qolsa. Bayda makeup xonasi. Hamma turdagi hamma narsa bor. Svet, hamma narsa bor xullas. Oxirgisi bu meni yotoqxonam. Bayda yotog'im, bayda kechqurungi lamba deydimi? Shunaqa, yana bitta kameram bor bayda. Parda, buning ichida menimcha hech nima yo'q edi, pul bormidi. Bayda chiroyli gul qo'yganman, bo'sh qolmasin deb. Kiyim alishtirish uchun aliginaqa. Ismini bilmayman. Bayda garderobim bor. Ko'p kiyimim yo'q. Lekin bularni hali ajratishim kerak.
Chunki hamma narsasi aralashib ketganligi uchun. Video tugadi. Xullas video yoqqan bo'lsa yoki uyum yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Sizni ham shu uyingiz bo'lsa, xohlaganingizcha bir xil qilishingiz mumkin. Xohlagan joyingizni bir xil qilishingiz mumkin. Uyim yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, yoqdi yoki yoqmadi deb. 10 gacha haligi qilib keting. Puan berib keting uyga. 3-qavat bor edi, lekin 3-qavat bo'sh. Agar nimadir qilishim kerakmi, kerak emasmi, bilmadim. U 3-qavat narsa edi, bo'sh juda katta xona. Agar nimadir qilishimni xohlasangiz agar yozishingiz mumkin. Hammaga xayr.